Amir Temur o'rta asrlarning buyuk Turkiya askari va qo'mondoni. Temuriylar imperatorligi asoschisi Oltenorda Mamluk sultonligi, Delhi sultonligi, Usmoniylar davlati, Qafqoz va Irondagi davlatlarning kengayishi. Ortidan musulmon olamining to'la yetakchisi. Yeri 4 million kilometr murabbaga yetishgan 14 yuzlik eng kuchli davlat quruvchisi. 35 yillik boshqaruv va yurishlari chog'ida biror yurishni yutqazmagan qo'shinboshi. O'tmishda ko'rilgan 3 ta buyuk harbiy taktik urush va yurish qo'mondonlaridan biri. Temuriylar uyg'onish davri asoschisi, ilm, fan, me'morchilik, san'at va adabiyot omisi. Amir Temur 1336-yil 9 aprel kuni Kesh, ya'ni Shahrisabz yaqinidagi Xo'jalg'oz qishlog'ida tavallud topdi. Rivoyatlarga ko'ra, u qo'lida qip-qizil qon bo'lagi bilan, sochlari esa mo'ysafid kabi oq olatdan tug'ilgan. Bunday olat Changizxon haqida ham gapirilgan. Uning otasi Amir Muhammad Tarag'ay turk avlodining bir loslaridan bo'lib, Mohavrinlarda o'ziga yarasha obro' va e'tiborga ega nufuzli ziyolilardan bo'lgan. Boshqaruv yillari davomida Amir Temur feodal tarqoqligiga barham beradi. Fransiya va Ingliziston kabi mashhur Yevropa qurolliklari bilan savdo va diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yadi. Afsuski, Amir Temurning vafotidan so'ng G'arbiy Yevropa bilan savdo va sotiq diplomatik aloqalar nihoyasiga yetadi. Amir Temur tarix safarlarida Aleksandr Makedonskiy, Darya Perbey va Yuliy Sezar kabi mashhur sarkardalar bilan bir qatorda turadi. Amir Temur insoniyat tarixidagi eng qat'iy shaxsiyatlardan biridir. Turli manbalarga tayangan holda u haqidagi bilimlarimizda ham hukmdor, zobit, sarkarda ham jangchisi sifatida hisoblanadi.